Men faqat ish boshqaruvchiman. Shu ishxonadagi boshliq bilan ishchilar o'rtasidagi bir ko'prik vazifasini bajaraman. Yashirmayman, paxtani tozasini qo'yaman. Boshliq yo'talsa, zo'r yo'taldingiz deyman. Hattoki sol uzr borsa ham o'zimni eshitmaganga olaman. Atayni nima qilib, xonada bir qanaqadir xushbo'y hidi bormi deb qo'yaman. Qaydan buncha qobiliyat deyishingiz mumkin? Bilmayman, qanaqadir keladi, ilhomdagi narsa. Gapirib boraman. Ertalab ishga birinchi kelaman. Endi ish yaxshi ko'rganimdan emas, tangal gap. Boshliq ko'rsin deb. U kishi gapirsalar yozib olaman. Nimani yozishim, u yozuvlar asli muhim emas, asosiysi boshliq meni yozayotganimni ko'rish kerak. Ishxonada kollektiv majlislar bo'lsa, boshliq gapirgan paytlarda gaplarni ma'qullab turaman, doimiy ha to'g'ri deb turaman. Qanaqadir takliflar bormi deb so'ragan paytlarda qo'l ko'tarib, shu to'liq gapingiz, nihoyatda to'liq gapirdingiz, buni qanaqa to'ldirish iloji yo'q deb maqtab, kamiga duo ham qilib qo'yaman. Buni hammasi boshliqning nazarida faol ishchi degan qanaqadir fikr uyg'otish maqsadida qilinadi. To'lgan kunlarda ham albatta sovg'a olaman o'z pulimga. Nimaga desangiz, bu bir investitsiya. Mana tashqariga chiqib olsa bo'lmaydimi? Mana buncha qorong'u. Bo'ladi. Gapim sizga kulgili eshitilishi mumkin, lekin bu strategiya. Ishlaydigan odam ko'p, ko'rinadigan odam kam. Ishlaydigan odam oylik oladi, ko'rinadigan odamning lavozimi oshadi. Gapim yolg'onmi? Yolg'on bo'lsa yuzimga tupuravering. Menga havasim shuna yurish. Maqsad lavozim. Yaxshi lavozim, yaxshi maosh degan. Yaxshi maosh tinchlik degan. Mardlik, rost gapirishga qo'rin to'ymaydi. Rost gap tuqqaningizga yoqmaydi-yu. Ba'zida ishchilar orasida shunaqangi muammo bo'lib ishlashash, oylik past shunaqa muammolar bo'lgan paytda ishchilarni bir oraga to'plab turib, ularda ishga bo'lgan muhabbatni uyg'otib, hammamiz bir oilamiz sindromini ularga singdiraman. Balki shuning uchundir boshliq meni juda yaxshi ko'radi. Siz doim kuyib pishib ishlaysiz, lekin maqtovni doim laganbardorlar oladi. Ishchilar shu meni iflos xarakterimni bilmaydi deb o'ylaysizmi? Biladi, lekin hech qachon yuzimga gapira olmaydi. Chunki ertaga ham ishlash kerak. Mana videoni ko'rib turgan bo'lsa, mana o'ziga ham aytaman. Agar bir og'iz orqamdan gapirganini bilib qolsam, o'sha zahot ishdan bo'shaysan. Bu tizim azaldan zo'r ishlab kelgan. Shuning uchun tizimni o'zgartira olmadim. Undan ko'ra shunga moslashib qo'ya qoldim.